O'zbekiston radio kanali oddiy va samimiy to'lqinlar jilosi. Qadrli yurtdoshlar, demak bugun biz O'zbekiston Badiiy akademiyasining oltin medali sohibi hamda a'zosi, qolaversa O'zbekiston Badiiy ijodkorlar uyushmasining a'zosi va aynan Ro'yo nomli shaxsiy ko'rgazmasining muvaffaqiyatli o'tkazganligi sabab oltin medaliga sazovor bo'lgan taniqli ijodkor, ustozoda Otaxon Alloberganovning farzandi, shogirdi, bugungi kunda Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutida talabalarga dars berayotgan Sardor Alloberganovning shaxsiy ustaxonasidaman. Sizni shaxsiy ustaxonangizda demak hali ko'pchilik ko'rib ulgurmagan yangi asarlarni, bo'yog'i qurilmagan asarlarni tomosha qilish imkoniyatini berdingiz. Buning uchun ham sizga minnatdorlik bildiramiz. Endi qisqa bo'lsa-da o'sha bugungi kunlarda yaratilgan yoki yaratilayotgan, shov-shuvga sabab bo'layotgan, juda ko'p izohlar yozilayotgan, aynan sizni shaxsiy ustaxonangizga bizni yetaklab kelgan ham shu Belkurak asari, shu asar haqida qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Bu Belkurak endi bu falsafiy, buni hamma nimasini ochib tashlagim kelmaydi, chunki sir bu. Buni nomi ham oddiy Belkurak deb qo'ydim. Bu zamin, yer, shu yerga taqalib sanchilib turgan bir oddiy mehnatkash Belkurak. Ishqurol. Bu biz uchun, oddiy inson uchun bir ish quroli, lekin men buni ichiga kirmoqchi bo'ldim. Bunda jon yo'q. Bu bir inson tomonidan yaratilgan narsa, bu oddiy ish quroli. Menda shunaqa falsafa bor. Agar shuni til zaboni bo'lsa, nimasi bo'lsa, nima deb gapirardi shu Belkurak? Qayerlarni chopmadi, nima ishlar qilmadi? Yana tayyorman, doim tayyorman deb turibdi. Shuning uchun boshqa ham fikrlar bor bu yerda. Endi men aytmayman, u sir. Bugungi kunda asar yaratayotganda o'sha saboqni qayerda va qanday his qilasiz? Professional jihatdan, o'zimiz soha jihatdan olgan nimam bu rang. Chunki ranglarni bu rassomni nima deydi, o'ziga xos bir ajratib turadigan narsa, bu uni palitrasi deydi, uni rangi deydi, uni koloriti deydi. O'sha narsani men otamdan olganman. Otam o'rgatgan. Boshqa hech kim o'rgatmagan. Otam ranglarni, bu rang, bu ilm bu. O'shani otamdan olganman. Rassomlarning farzandlari ham rassom, lekin otani iste'dodi ularga o'tmagan. Iste'doddan o'tishi uchun keyingi o'sha savolingizni qo'shimchasi uni to'ldiradigan mehnat. Mehnat albatta kerak. Men buni bitta so'z bilan aytaman. O'zbek millatini yoritib berishimiz kerak. Milliylik emas, o'zbekning milliyligi emas, o'zbek millati. Bizda hozir yosh rassomlar ozgina tanqidiy gapiraman. Chet el rassomlariga ozgina nima qilishadi? Taqlid qilishadi. Yo'q, kerak emas. Biz o'zbek millatini dunyoda tasviriy san'at orqali ko'rsatsak, bu bizning eng vazifamiz ham shu, maqsadimiz ham. Undan juda ham bizga omad, faxrlar, yuksak tarixda qolamiz. O'zligimiz qoladi. Endi Sardor, bugungi talabalarda texnika kuchlimi yoki badiiy tafakkur? Nima deb o'ylaysiz? Ularga eng ko'p nima yetishmayapti? Chunki siz bevosita bugungi kunda institutda dars berasiz. Ularga nima, hozirgi yoshlarda informatsiya, mana bu ijtimoiy tarmoq deymiz, internet deymiz, ko'p ma'lumotlar juda ham ko'p. Shuni hisobiga texnik jihatdan ular sal oqsayapti. Ular ozgina mana shu o'zini telefonlarini, boshqalarini, hamma narsasini o'chirib, obdon bir o'tirib, bir o'sha o'zini asbob uskunalari bilan eskicha o'sha standart planshetda o'tirib, qog'ozda, qalamda o'tirib yoki bo'yoq har nima o'tirib o'zi bilan o'zi ishlash kerak. Bu narsalar ularni ozgina nima qilib turadi. Rassomning o'zlari bilan yaxshi suhbat qildik. Demak, bizni eshittirishimizni shanba kuni soat 13:30 da O'zbekiston FM 103.1 O'zbekiston radio kanali 7 rang eshittirishida tinglashingiz mumkin. Salomat bo'lasiz.
O'zbekiston radio kanali. Oddiy va samimiy to'lqinlar jilosi. Yoshlar, biz ayni paytda O'zbekiston Badiiy akademiyasi huzuridagi rassomlik mahorat ustaxonasining stajyor tadqiqotchisi, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti o'qituvchisi, shu bilan birga rang tasvirchi iste'dodli rassom Muhammadjon Sattorovning ustaxonasidamiz. Suhbatlashishga uchun kelganmiz. Bizning suhbatimizni shanba kuni demak 7 rang eshitishni FM 103.1 O'zbekiston radio kanalida eshitishingiz mumkin. Bu sertifikatdan istisnolarni uchratamiz. Yo'lovchilarimizning ijodingizdagi muhim bir yangiliklar, yutuqlardan albatta xabardor qilib boramiz. Sizga ham rahmat deyman. Sizlarga kelganlaringga samimiy suhbat uchun katta rahmat deyman. Yoshlar bilan yosh ijodkorlarni bilan tanishishda mehnatingiz beqiyos shaklda rahmat uchun sizlarga ham Alloh shifo bersin. Hamma ishlaringiz bilan Alloh shunaqa yaxshi kunlarni ko'rishni sizlar yaxshi munosabat qildik. Birgalikda nima deydi, ham nafas bo'lib o'tiladigan bo'lsa, a kompozitsiyada bunda individual. Har biri bilan o'tirib o'sha nuqtasidan ipigacha tushuntirasiz. Har bir rassomni uni yo'nalishini to'g'rilaysiz, uni to'g'ri yo'nalish berib, o'sha har bitta nimani to'g'ri tushuntirish kerak bo'ladi. Qadrli radio tinglovchilar, biz ayni paytda O'zbekiston Badiiy akademiyasi huzuridagi rassomlik mahorat ustaxonasining stajyor tadqiqotchisi, demak iste'dodli rang tasvirchi rassom, ayni paytda Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti o'qituvchisi Muhammadjon Sattorovning ustaxonasidamiz. Demak, mazmunli suhbat qurish niyatida kelganmiz. Bizning suhbatimizni demak shanba kuni FM 103.1 O'zbekiston radio kanalining 7 rang eshitishda soat 13:30 da tinglashingiz mumkin.